Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz Instagramga 6.000 so'm, ya'ni 7.000 so'mga galочка olishni o'rganamiz. Mana buning uchun bizga mana bu programma kerak bo'ladi. Programmaga kirib turib, Amerika Qo'shma Shtatlari, ya'ni Nyu-Yorkdan olamiz-da, yo'q olamiz. Keyin bu yerdan chiqib ketamiz. Play Marketga kirib turib, o'zimizga bitta akkaunt ochamiz, Google akkaunt. Va bu yerda keyin mana bu yerda hozir men haqimda degan joy bor. Shu yerga o'tgan holatda hozir 1 minut. Mana manzillar degan ustiga bosiladi. Tag shaxsiy degan joyimiz bor. O'sha manzillar ustiga bosganimizdan keyin xaritadan tanlash ustiga bitta bosamiz va bizga Nyu-York, ya'ni birorta IP manzilini chiqazib beradi. Oxirida saqlashni bosamiz. Men bu yerda уже bosib bo'lganim uchun chiqib ketyapman. Keyin уже bu yerdan chiqqanimizdan keyin hop Play Marketga o'tamiz-da, bu yerdan ya'ni bank kartasi degan joy bor-da, mana. To'lov va obunalar. To'lov usullariga biz bu yerda o'zimizning bank kartamizni kiritib oldik. Sizlar ham mana shu bank kartanglar, Visa kartani kiritasizlar. Kiritganinglardan keyin Instagramga o'tamiz. Instagramga o'tganimizdan keyin hop mana o'tganimizdan keyin verify degan joy bor o'zini. Tak, mana galочкani ustiga bosamiz. Bizda mana 0.49 sent ko'rsatib turibdi VPN orqali. Hop, endi buni sizlar bilan o'z birgalikda olamiz. Bizdan kartamizni so'rayapti. Visa kartamizni mana tanladik. Hop, bir oylik. Bizdan tasdiqlash so'raldi. Ustiga bosdik. To'lov amalga oshdi. Xaridlar uchun talab etilsin deyapti. Auto identifikatsiya kerak emas bizga bu narsa. Obuna qilingan ushbu zaxira to'lovsida kiritilsin viza. Tak, yopish. Bir necha vaqt soniya olishi mumkin deb turibdi. Ozgina kutamiz. Hop, bizdan bot emasmisiz deb so'rayapti. Biz bot emasmiz. Okeyni ustiga bosdik. Aha. Hop. Endi buni ozgina vaqt ichida kutib turamiz. Videoni pauza qilib turaman. Ozgina vaqt kutamiz.